Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Samarqandda anchadan beri niyat qilib yurgan, maqsad qilib yurgan bir podkast loyihamiz bor edi va bu podkast loyihamiz qanchalik uzoq o'ylangan bo'lsa, lekin birinchi syomkasi shunchalik tez boshlanib ketdi, qisqa muddat ichida va birinchi tasvirga olish syomka ishlarida qo'rqmasdan haqiqatni ayta olaman va o'zimni boshimdan kechirganlarni qo'rqmasdan ro'y-rost ayta olaman deb bugungi studiyamizga tashrif buyurgan Samarqand shahridagi 81-maktabgacha ta'lim tashkilotida mudira bo'lib ishlagan, lekin bugungi kunda ancha mojarolarga sabab bo'layotgan, ancha e'tirozlarga sabab bo'layotgan menejerlik sertifikati orqasidan ishdan ayrilib va kuni kecha sudni qarori bilan yutib chiqqan, ya'ni ishga tiklangan Parmonova Gullola opamizni chaqirganmiz va bugungi suhbat doiramiz aynan shu menejerlik sertifikati va ungacha va uni atrofidagi voqeliklar haqida suhbatlashamiz. Avvalo xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi suhbatga qo'rqmasdan rozi bo'lganingiz uchun rahmat aytamiz va o'sha podkastimizni ham mana bugun siz qo'rqmasdan kelayotganingiz uchun Yo'l aka loyihasini qildik. Qo'rqmaysizmi degan nom beryapmiz. Umuman olganda Gullola opa, mana shu kechagi yutuq bilan tabriklaymiz. Rahmat. Va mana shu menejerlik sertifikati va o'shani atrofidagi holatlar bo'yicha fikringizni aytib bersangiz. Avvalo ishonch bildirib, mana shu ochiq muloqotga taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Aytganingizdek, bu narsani hamma ham ommaga olib chiqa olmaydi, chunki jamiyatimizda hamma emas, ayrim rahbarlar bor, ayrim nimalar bor, bosimlar bo'ldi, hozirgacha ham bo'lyapti. Shulardan qo'rqib ham haqiqatni bilgan odamlar ham olib chiqa olmaydi. Endi men shuni olib chiqishga harakat qilganim balki mendan keyingi odamlarga bu manfaatli bo'lar. Chunki aynan o'sha sertifikat mojarosi bo'yicha ishdan ajralish arafasida turgan opa-singillarimiz hali bir talaygina. Mana bitta viloyatimizda o'zida 64 kishi ro'yxatda turibdi hozirgi kunda. Bular 2025-yil mana shu sertifikat ola olmaganlarni ro'yxati. Mana shu qora ro'yxat deymizmi endi yoki haligi yoqmagan shaxslar ro'yxati deymizmi, endi men qanday aytishni bilmayman. Mana biz o'tgan yili Samarqand shahridan borib o'sha menejerlik sertifikatiga ola olmay kelgan kishilarimiz 10 kishi edik. 10 kishi edik, lekin ishdan ozod qilishga kelganda 10 kishi bo'lmay qoldik. Ayrim sabablarga ko'ra ayrim bog'cha direktorlar o'sha ro'yxatdan tushib qolishdi. Lekin mana masalan bizga eng birinchi 26 mana ko'rishingiz mumkin, 26-mart sanasida ogohlantirish xat berildi. Ogohlantirish xatining mazmuni shundan iborat edi-ku, o'sha siz menejerlik sertifikatini ola olmaganligingiz sababli siz bilan mehnat shartnomasi 2 hafta muhlatda bekor qilinadi degan mazmunda edi. Endi eng qizig'i o'sha xatni yuborilish jarayonida aynan men mehnat ta'tilida edim. Mana shu 10 kishi Samarqand shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga aynan Zayniddin Nuriddinovning xonasiga chaqirtirilgan. Mana opalar degan sizlar sertifikatdan o'tib kela olmadinglar, sizlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi deyilgan. Keyin ma'lum bir 2-3 kun o'sha joyga masalan meni taklif qilishmadi. Agar taklif qilinganda men o'z fikrimda aytgan bo'lishim mumkin edi. Bu asossiz ekanligini balki o'sha payt aytib berishim mumkin edi. Undan keyin viloyat boshqarmasiga xuddi shunday taklif qilingan, u taklif qilinganlar orasida ham men yo'qman. Men bu narsadan xabarsizman. Haqiqatdan qonuniy mehnat ta'tilidaman, uydaman, lekin menga xatlar kelyapti. Sizga mana shu 2 hafta muhlatda mehnat shartnomangiz bekor qilinadi degan mazmunda xat keldi. O'sha boshqarmaga taklif qilinganlar orasida ham masalan Pazdarg'om tumani, Samarqand shahar va Samarqand tumanidan bo'lgan o'sha sertifikat ola olmagan direktorlar taklif qilingan bo'lgan o'sha paytda-da. Shularning orasida ham men yo'qman, lekin hozirgi kunda ro'yxatdan tushib qolgan opa bor o'sha yerda ham. Qanday ro'yxatdan tushib qolgan?
Hozir mana qarang, biz 10 kishini ro'yxatga beryapti Samarqand shahar. Buni o'zini bayonnomasi ham bor. Bayonnomada ko'rsatib o'tilyapti. 25-yilda necha kishi borish kerak? Necha kishi bordi, necha kishi sertifikat qo'lga kirita oldi, kimlar kirita olmadi. Raqamlar bilan ko'rsatib qo'yilgan. Lekin bo'shatish davriga kelgandan keyin o'sha 10 tadan 8 ta bo'lib qolyapmiz. Ikkitasi endi yo'qolib qolyapti. Masalan, 123-bog'cha bor Samarqand shahrida. Aznar va Izzat opaning bog'chasi. Ogohlantirish xati o'qishiga ham borgan. Masalan, o'sha boshqarmaga ham taklif qilingan, shahar bo'limiga ham taklif qilingan. Lekin o'qishi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinmadi. Bu nima degani bu? Mana nima deb tushunish mumkin? Kecha mana sudda eng birinchi ko'tarilgan savol shu bo'ldi. Tengsizlik bo'lmadi, adolat bo'lmadi. Nima uchun? Tengsizlik bo'lmadi. 10 ta yiqildikmi? 10 ta bilan shartnoma bekor qilinish kerakmi? Demak, qilinish kerak. Keyin biz mana bu 531-qaror bo'yicha yil davomida borishimiz mumkin. O'sha sertifikatni olish uchun aynan 2-dan keyin siz bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi degan aynan qattiq mezon yo'q ekan. Kecha bu sudda ham shu advokatlar tomonidan aytib o'tildi. Sudya ham bunga e'tiroz bildirmadi. O'sha boshqarmadan kelgan ikkita yurist ham, adil kadr ham buni inkor qila olmadi. Buni sabablari mana shu Samarqand viloyati bo'yicha 3 martalab, 4 martalab, hattoki 5 martalab borib kelganlar bor sertifikat uchun. Endi qarang, mana bu mojaro chiqma, menga 26-marta ogohlantirish xati berilayotgan bo'lsa, mana o'sha sertifikatni olishga masalan men ham maqsad qilganman. Endi hamma bilan birday bo'lishni xohlayman. To'g'rimi? Demak, davlat talabi ekanmi? O'sha talabni bajarishim kerak. O'sha sertifikatga ega bo'lishim kerak. Men maqsad qo'yganman. 9-fevralda ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Sertifikat olish uchun o'qishga borishga. Onlayn ro'yxatdan o'tganman. 9-fevralda ro'yxatdan o'tganman. Endi qarang, ro'yxat men ularga ogohlantirish xati bergandan keyin boshqarmaga xat jo'natyapman. Shartnomangiz bekor qilinadi degandan keyin 2 ta xat yubordim. Ham pochta orqali yubordim, ham onlayn yubordim, idodan yubordim. Bitta xatimning mazmuni o'sha mehnat shartnomasini bekor qilish uchun men shartnomamni ko'rmoqchi edim. Qani, o'sha shartnomamning mazmunida ana shu sertifikat bo'lmasa sizdan olinsin degan joyi bormikan, yo'qmikan degan. Demak, shartnomada bo'lish kerakmi o'sha? Shartnoma birinchi yuborgan xatim o'sha shartnoma edi, shartnoma. Keyin ikkinchi marta bular taklifnoma berdi. Boshqa ishga taklif berdi. Boshqa ishga taklif meni 11-bog'chaga tarbiyachi vazifasiga taklif qilishdi. Menga masalan tarbiyachi, meni strukturamga to'g'ri kelar ekan bizning strukturamizga. Hozir 105-bilan 20-bog'chaning direktorlariga maktabga psixolog shtatiga taklif berilgan. Kecha bu sudda shu narsa ko'tarildi. U bizga to'g'ri kelmas ekan. Biz maktabgacha ta'limni bitirganmiz. Maktabgacha ta'lim pedagog psixolog. Agar umumiy psixologiyani bitirgan bo'lsa, o'shanda mumkin ekan. Bu birinchisi, ikkinchisi boshqarma. Masalan, siz 20-maktab direktor bo'lsangiz, boshqarma yuborgan odamni olmaslikka haqqingiz bor ekan. Sababi u ish beruvchining o'zini ixtiyorida ekan. U bosim bilan kelish mumkin. Balki o'sha shtatga boshqa odam bilan shartnoma tuzib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Sudda bu masala ham ko'tarildi. Keyin mana qarang, men aytayapman, mana ro'yxatdan o'tdim. Bizga o'sha Toshkentga borib o'qib kelishga imkoniyat bermadi. Aynan 3-4 kishiga. Sababini bilmayman. Qanday imkoniyat bermadi? Masalan, Toshkentga men 1 oy ketishim uchun rahbariyatdan ruxsat olishim kerakmi? O'sha ruxsat berilmadi. Masalan, shahar kadrlar bo'limi men Ramizga murojaat qildim. Familiyasi esimdan chiqib qoldi. Boshqarmaga murojaat qiling dedi. Keyin men o'sha boshqarmadagi kadr bunyodga telefon qildim. Telefon qildim. Men hozir больничныйda siz bilan gaplasha olmayman. Xodimlarim bilan gaplashing. Xodimlarga telefon qildim. Men dedim, xat jo'natganman, xatimga javob beringlar deyapman. Xat jo'natganman. Endi menga o'sha o'z lavozimimda qolib, sertifikatni olishga imkoniyat yaratib bering degan mazmunda jo'natyapman xatni. Lekin javob ola olmadik. Mana menga keldi, Toshkentdan qo'ng'iroq bo'ldi. Keling, shartnoma tuzing, pulini to'lang, o'qing, sertifikatni qo'lga kiritib keting degan mazmunda bo'ldi.
Menga ruxsat bermadi, lekin o'sha ro'yxatdagi boshqa mudiraga ruxsat berildi. Qani adolat, qani bu yerda tenglik? Ular tanlayapti-da, kimni jo'natishdi, kimni olib qolishdi, masalan tanlayapti unda. Ha, endi bu masalan o'sha Yo'ldosh bir xil qaramayapti. Masalan, Yo'ldosh shunday katta tashkilotning rahbari bo'lgandan keyin, to'g'ri u kishining ishlari balki ko'pdir, lekin ayrim o'sha zarracha narsalar ham kimnidir taqdirini hal qiladi, Kukajon, to'g'rimi? Birinchidan bu narsalar boshlanmasdan oldin men murojaat qilishni boshlaganman. Eng birinchi Maktabgacha ta'lim vazirligiga xat yozdim men. Keyin Saida Mirziyoyevaga xat yozdim. Xatimni arizamni mazmuni shundan iborat edi-ku, masalan, mana shu bitta Samarqand shahrini bilaman endi, tumanlarda qanday ahvolda bilmayman-ku. Samarqand shahrida masalan monitoring yo'q. Monitoring yo'q. Aslida masalan men rahbar bo'lgan tashkilotimda 14 ta xodimim bormi? O'sha 14 ta xodimda qachon o'sha 5 yillik muhlati keladi-yu, u qachon malakaga borib kelishini bilaman-ku. Nega bular bilmaydi? O'sha biz hozir 100 ta direktor bo'lsak, 100 ta direktorning orasida 30 yil, 25 yil ishlab hayotida biron marta malaka oshirishga bormaganlar bor orasida. 10 yillab, 20 yillab bormaganlar bor. Shu vaqtgacha qilinmagan bo'lmaydi. Monitoring yo'q. Monitoringni so'rab men Saida Mirziyoyevaga xat jo'natganman. Maktabgacha ta'lim vazirligiga xatimga javob keldi. Siz sudga murojaat qilishingiz mumkin degan bitta xat keldi. Vazirlikka bo'lsa ijobiy hal qilindi. U nima deb tushunishim mumkin? Ijobiy hal qilindi. Nima degani? Monitoring hal qilindi deganimi? Bu savol orqasidan savol keldi. Savol orqasidan savol kelyapti. O'sha tenglik bo'lmadi. Qaysidir bog'cha bor, shahar bog'chalarining orasida hozir 5 martalab ham menejerlik sertifikatiga borib kelganlar bor. 5 martalab ham olib kela olmaganlar bor. Umuman 30 yildan beri ishlab biron marta malaka oshirish bormaganlar bor. Olinayotgan asosiy sabab nimada bo'lishi mumkin? O'sha savol-javobmi yoki orqasida biron narsalar bormi? Shunaqa tomonlari ham bor. Agar qo'rqmasangiz, shu tomonlariga ham to'xtalib o'ting. Podkastimizning nomi ham shu, qo'rqmaysizmi o'sha narsalarni aytishdan? Yo'q, nega qo'rqaman? Menimcha yaxshi davlatda yashayapman. Bizda unaqangi mafiya degan narsa bo'lmasa kerak, bosim degan narsa bo'lmasa kerak. Men o'sha O'zbekiston Respublikasining grajdan bo'lgandan keyin to'g'ri gapni aytishga haqqim bormi? Hech tahlil qilib ko'rdingizmi? Nima uchun tanlab yuborilayotganligi? Masalan, olaylik, tartib raqam bo'yicha 1-2, 3, 10 bog'cha olaylik, avgustda borsin. 10dan 20gacha sentyabrga borsin demasdan har xil kelyapti. Bu men bugungi suhbatgacha bir ikkita postlar chiqardik, imina shu bo'yicha va turli xil tumanlardan kelyapti va tumanlarda ham xuddi shunday. Nafaqat bu bog'cha, balki maktablarda ham qaysidir direktorlar ro'yxatga kiritilgan bo'lsa ham qolib ketyapti, qaysidirlari borishga majbur bo'lyapti. Mana shu narsani boshingizdan o'tkazgan inson sifatida bu jarayonni qanday izohlab berasiz? Balkim korrupsiya holatlari bordir bu bo'yicha. Endi nima deb izohlashni ham bilmayman-da hozir. Bilasizmi? Sababi nimada endi? Nimaga? Monitoring yo'q deganim birinchimi? Monitoring bo'lmagandan keyin siz 6 yildan beri bormaganingizni, siz 20 yildan beri bormagansiz, rahbariyat uni tahlil qilmasa qanday biladi? Bu yerda kimdir bir kishi o'tirib ro'yxat tuzyapti. Ro'yxat bekor tuzilmayotgandir balki. Endi uni men aniq bilmayman. Nima uchun? Men ketyapman, siz qolib ketyapsiz. Balki korrupsiya holati bordir, balki kimdir qarindoshidir, kimnidir vazirlikda tanishi bordir, kimdir hokimiyatda tanishi bor. Bu mishmishlar chiqyapti hammasi. Bu mishmishlar balki asoslidir. Endi men aynan bir kishi shu pul berib qolibdi yoki birovning tog'asi vazir ekan, shuning uchun qolibdi deb ayta olmayman, lekin bu odamlar o'rtasida shu gap chiqyapti, shu narsa chiqyapti-da. Nima uchun masalan bitta bizning hududda 6 ta bog'cha bo'lsa, o'zi 531-qarorni mazmunini o'qib chiqsangiz, aslida bu o'sha direktorlikka nomzodlar borish kerak. Aslida. Biz amaldagi direktor hisoblanamiz. Amaldagi direktor bo'lganimizdan keyin biz o'sha 30% oyligimizga qo'shimcha deb borishimiz
endi jonbozlik ko'rsatib borishimiz mumkin. Hozir mana kecha sudda shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, hattoki bizni majburlab jo'natishga ham haqqi yo'q ekan ular. O'sha 2030-yilgacha hamma borish kerak ekan. Ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Mana qarang, mana shaharda hozir 30 ga yaqin vaqtincha bajaruvchi direktorlar bor. Nima uchun ular yillab o'tiradi vaqtincha bajaruvchi direktor bo'lib? Uni ham bir me'yori chegarasi bo'lmaydimi? Vaqtincha bajaruvchi. Nima uchun bir umr bitta hokim vaqtincha bajaruvchi bo'lmaydi? Prezident kelib o'shani tayinlab ketadi. Yoki noto'g'rimi fikrim? Nima uchun bitta prokuror vaqtincha bajaruvchi yoki ichki ishlar xodimi vaqtincha bajaruvchi bo'lib 20 yil, 16 yillab o'tirmaydi? Hozir mana ko'ring shaharda nechta vaqtincha bajaruvchi bor. Nima uchun o'shalar birinchi bormadi? Aslida mana buni talabi shu edi. Vaqtincha bajaruvchilar borib, sertifikatni olib kelib, keyin o'sha o'zini nomzodini qo'yib, ochiq tanlovga nomzodini qo'yib, masalan, qaysi bog'chada joy bo'lsa, ochiq tanlovga qo'yib, kuzatuv kengashdan o'tib, keyin direktorlar kengashidan o'tib, keyin kelish kerak. Bu hozir vaqtincha bajaruvchi bu o'tirish bularga qulaydi. Borib yiqilib kelib shartnomasi bekor bo'lgandan ko'ra. Yo noto'g'rimi fikrim? Men endi shunday deb o'ylayapman. Men ularga masalan sizlar bormadilaring demoqchi emasman. Aslida qonun bo'lsa, qonun hammaga baravar ishlash kerak. Tenglik bo'lsa, hammaga birdek tenglik bo'lish kerak. Nima uchun siz 20 yil vaqtincha bajaruvchi bo'lishingiz kerak-ku? Men 4 yil oldin malaka oshirishga borib kelganman. Bu kishi 20 yil oldin borib kelgan. Men ketar ekanman, siz ikkalangiz qolasiz ekan. Sababi nima? Mana savol. O'sha narsalarning orqasidan odamlarda savol tug'iladi. Nima uchun shunday bo'lyapti? Savol ham emas-da, bu norozilik emas, bu davlat, mana shu boshqarma boshlig'i ham, bo'lim boshlig'i ham bizni davlatimiz vakili emasmi? Prezidentimiz nimaga ularni ishonib o'tkazib qo'yibdi? Bitta men norozi bo'lsam, men gapira olayotgan bo'lsam, lekin gapira olmaydiganlari qancha? Ularning noroziligi kimdan norozilikni keltirib chiqadi? O'sha tizimdan, prezidentimizning siyosatidan, vazirimizning siyosatidan bo'ladimi? Kimdir shuni aytish kerakmi, yo'qmi? Ana shundan, lekin mana hozir muhtaram prezidentimiz sudlarga juda ham katta e'tibor beryaptilar. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinyapti, televizorlardan, ayniqsa o'sha sud bilan bog'liq jarayonga kelgandan keyin buni qiziqib kuzata boshladik. Mana Oliy sud raisi almashdi, Saida Mirzayeva odamlar adolat izlab keladi dedi. Haqiqatan adolat izlab borasiz-da. Men bu narsani o'zimda o'tkazdim men. Bu yerda sha'nimizni tushirmoqchi bo'lishdi, o'sha bo'lim tomonidan bo'xtonlar ham uyushtirildi, tuhmatlar ham uyushtirildi. Mana Allohga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. O'sha sudiyamiz adolatli qaror qabul qildilar. Endi qarang, bir xil mazmundagi biz bir xil ariza kiritganmiz. Biza 4 kishimiz 20-bog'cha, 117-bog'cha, 105-bog'cha va men 81-bog'cha. Bir xil mazmunda. 62-bog'cha ham bir xil xuddi shu mazmunda ariza kirgizyapti. 7-kuni 62-bog'cha yutqizyapti. 8-kuni 4 kishi yutib olyapmiz. U boshqa sud ko'rganmi? Uni boshqa sud ko'rdi. Mana nimaga endi? Nimaga? Bir xil mazmun. Bu yerda sudyaning xatosimi? Balki advokat to'g'ri yondashtiram. Endi lekin qarang-da endi mana savolmi? Shu yerga bitta aniqlik kirib ketaylik, bo'lmasa hozir bir qarang, bitta mavzuda ikki xil holat bo'lyapti. Ikki xil holat bo'lyapti. Keling, shu yerda o'zini tashkilotini himoya qilayotgan boshqarmani yuristi yoki kadrlar bo'limi, umuman o'shani tashkilotni himoya qiluvchi vakillar sizlar bilan bo'layotgan jarayonda qanday qilib o'sha kiritgan arizangizga vajlar keltirib bera oldiki, sud ularni vajini eshitib, oxirida yakunda sizlar tomon hukm ijobiy hal qilindi. Endi eng asosiy vaj shunday bo'ldiki, ular shartnoma bekor bo'ldi deyildi. Aslida umuman o'sha nomenklaturasida birorta ham o'sha viloyat bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotda ishlayotgan direktorlarni biz nimasini shartnomasini ko'ra olmadik. Biz qayta
ariza berdik. Advokatlar ham qayta so'rov berdi. Sudya ham mana shu sudni birinchisidan oxirgi sudgacha shartnomani taqdim qiling dedi. Shartnomani ular taqdim qilib bera olmadi. Yo'q, shartnomani qanday qilib uni bekor qilish mumkin? Necha yil ishlayapsiz? Ishladingiz umuman? Yaxshigina ishlayapman. Yaxshigina ishlab, shu ishlash davomida nahotki biror marta mehnat shartnomasini qo'lingizga olmaganmisiz? Olganman, o'sha 12-yil ishga kirgan vaqtimdagi shartnomam qo'limda bor. Undan buyog'iga yo'q Yo'q, undan beri. Mana qarang, mana bu 531-qaror 2025-yil yanvardan o'sha kuchga kirdimi? O'sha kuchga kirgan davrda shu ishdan ozod qilinadi degan joyini agar bular mutaxassis bo'lganda o'shani kiritib ketish kerak edi. Shartnoma nomerchisi olsin aytdi. Demak, 531-sonli qaror chiqqandan keyin boshqarma barcha rahbarlar bilan mehnat shartnomasini yangilab, o'sha bandini kirgizib o'tib yoki o'sha bandni kirgizib anaqa qilish kerak. Yangilash kerak edi yoki o'shanaqa bandini kiritib o'tish kerak edi. Bu birinchi. Keyin o'sha sudyani eng e'tibor berib qaratgan tomoni nima sababdan tenglik bo'lmayapti deyaptilar. To'g'ri savol beryapti u kishi. To'g'ri. Masalan, sizga Toshkentga borishga, o'qishga ruxsat beryapti, nima sababdan menga bermayapti? Nima uchun menga ogohlantirish xati kelyapti, 2 haftadan keyin shartnoma bekor bo'ladi, men bilan shartnomani bekor qilyapti, bu kishi bilan qilmayapti? Nimaga tenglik yo'q? Nimaga asosda? Bu tashkilot vakillari sudda shartnoma bekor bo'lindidan tashqari bironta yana vaj keltira oldimi? Sababini? Sababi bu nima dedi? Mehnat vazifasini to'laqonli bajara olmagan dedi. Masalan, mehnat vazifasini to'laqonli bajara olmagan deb qo'ygan savoliga men mana shuncha hujjat tayyorladim. Men asoslab berdim. Masalan, men o'sha 12-yil 1-marta shu bog'chaga kelgan bo'lsam, 27 nafar bilan bola bilan o'sha bog'chani xaroba holida qabul qilganman. Uni rasmlari ham bor-da. Lekin hozirgi davr ishlaganimcha men 12 ta guruhga ko'paytirdim o'sha guruhni. O'tgan yil may oyida sertifikat ola olmagan bo'lsam, iyun oyida men 12-guruhimni ochdim. Demak, men o'sha sertifikatim bo'lmasa ham shu vazifamni to'laqonlab bajaribmanmi? Bajara oldimmi? Sertifikat meni o'sha ishchanlik qobiliyatimga ta'sir qilgani yo'qmi? O'sha bolalar qamrovini oshirdim. Lekin o'sha boshqarma vakillari o'zlari ham aytayapti. Bu kishilarni ishiga e'tirozimiz yo'q. Ishlarini ajoyib bajarib qo'yganlar. Bizning e'tirozimiz faqat sertifikat yo'q deyapti. O'zi o'sha sertifikatga borib o'qigan inson sifatida savollarni o'qigansiz. Ma'lum bir vaqt darslarga qatnashgansiz, shundaymi? Albatta, bir oy o'qiganmiz. Qanchalik effekti bor sizga, mudiralarga? Ayniqsa tajribali, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarga qanchalik foydasi bor? O'zingizga nima yangi narsa oldilaringiz? Unchalik katta o'zgarish, unchalik katta yangilik ham deb bo'lmaydi, lekin bu ayni bizning ish faoliyatimizda bo'layotgan asosiy narsalar. Asosiy narsalar. Bu yerda endi ko'pchilikda o'tolmayotgani, masalan, biz hayotda boshqa narsa qilsak, anagi adabiy tilda boshqacharoq yozilgan. Shu joyida chalg'ib qolyapti faqat. Ali qonuniy tilini tushuna olmayapmiz, lekin biz shu ishni amalda bajarib yuribmiz, hammamiz ham. Haligi Ma'ruf Sharif kinosida tushuntirib berdisa, yo bu raqs qilib, o'ynab qilib tushuntirib berdi-yu, xuddi o'shanday jarayon ekanda. Shu ustozlari berayotgan bilimlari mana shu bizni har kun yuritayotgan o'sha faoliyatimiz aslida. Yangilik yo'q-da, o'sha eski narsani boshqacha qilib aytib beryapti. Boshqacha qilib aytib beryapti. Endi sal kitobiyroq tilda bo'lgani uchunmi biz shunga chalg'ingandirmiz. Keyin mana qarang, bu yer boshqarma asos qilyapti, o'sha Toshkentdan kelingan bayonnomani asos qilib ko'rsatyapti. Mehnat shartnomasini bekor qilishda mana menikiga 4-bayonnoma ko'rsatilgan. O'sha bayonnomada bizda olgan ballarimiz turibdi. O'sha ballarda men 3 hol yetishmayapti-da, endi menga 69-7. 3 hol endi meni shuncha hayotiy tajribam, shuncha yillik faoliyatimda endi chek qo'yish kerak deb o'ylaysizmi masalan? 3 hol meni hayotimga nuqta qo'yish kerak deb o'ylaysizmi? Ayniqsa majburiy ish bo'lmasa, u o'z xohishini o'tiladigan narsa. Shu. Bundan tashqari o'sha bayonnomani tahlil qilib ko'rsangiz,
men o'sha eng yuqori ballda turibman, lekin 14-17 ball olgan direktorlarimiz bor. Ular bilan nega shartnoma bekor bo'lmayapti? Sertifikatni olishda oxirgi nuqtasi nima bo'ladi? Test bo'ladimi? Test bo'ladi. Savollarga javob. Nechta savol? Nima mavzudagi savollar? Shu ish faoliyati bizni chalg'itgan narsasi ko'proq, mana biz testni bilamiz, case'ni bilmaymiz. Case degani so'zlar kiritilgan, o'sha so'zlar tushunamiz. o'sha chalg'ib qolamizda endi, o'shanga chalg'ib qoldik. Shu 3 hol 69 u 7 bilan turibmanda endi. Shu 3 hol masalan meni shuncha yillik faoliyatim, shuncha shu davlat uchun barib xizmat qilganman, xalqning bolasiga ta'lim tarbiya berishga o'z hissamni qo'shganman. Shu 3 hol menga nuqta qo'yish kerakmi? Nima uchun menga yana bir marta borib o'qib kelishga imkoniyat bermadi? Masalan, sizga imkon berdi-ku, nima uchun menga imkon bermadi? Men ham xohlayman hamma qatori o'sha sertifikatni olishni, yuzim yorug' bo'lishini, sertifikatim bor deyishni men ham xohlayman. Men ham mana shu jamiyatda hammadan orqada qolib ketishni xohlamayman. Albatta, boryapman, o'qiyapman, harakat qilyapman. Men ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Lekin menga eng alam qiladigan tomoni bizga imkoniyat bermadi. Lekin ayrimlar 5 martadan, 6 martadan bordi. Nima uchun ularga? Bu nima degani? Mana nima deyin endi bu? Kimda aybi deyin endi buni? Kimning aybi bu? O'qish to'lovi qancha to'lash kerak? Birinchi marotaba borganingizda davlat tarafidan borib o'qiysiz, ikkinchi marotabasida imtihonga 400 qanchadir to'lagan edik. Hozir masalan tezkori bor. Tezkori degani shu tez kunda borib o'qib kelasiz, 6 million qancha to'lanadi. Lekin ana navbatga yozilsangiz 2,5 million to'laysiz. U vazirlikda o'zida o'tadi. Qanaqadir MCJ vazirlik qoshida. Yo'q. O'sha shartnoma qilasiz, Pul qilish uchun emasmi? Nazarimda shunday tuyulyapti. Opa, yana bitta qiziq vaziyat yuzaga kelyapti. Aniqlik kiritib olaylik. Sudda sizga ma'naviy zarar bo'yicha va qoldirilgan ish kunlari uchun qanaqadir mablag' chiqarib berdimi? O'sha aytdi, bilmam, ukajon shu boyagi siz ishga tiklandingiz deb deganidan keyin hayajonlanib, shu tomonlarni to'g'risi eshitmay qoldim. Menimcha bor edi shu narsalari. Qarorni oldingizmi? Yo'q, hali qaror 5 kun ichida chiqar ekan. Bitta narsaga aniqlik kiritaylik. Hozir so'zimizni davomi sifatida sizga o'xshagan mana hozir hukm tiklayotgan 4 nafar bo'ldi. Lekin viloyat bo'yicha ishdan bo'shaganlar ko'p. Va kimdir 3 oy, kimdir 4 oy, kimdir masalan 1 yildan beri yugurib yurgan bo'lishi mumkin. Agar har bittasi sizga o'xshab huquqni tiklasa, bu byudjetga ham katta zararda. Kamida 25 million, 30 million. Misol uchun olaylik, 20 million mayda bo'shadingiz, may iyun olsak, masalan olaylik 20 million moddiy ma'naviy zarar va shuni ichida olaylik oylik ish haqi bo'layotgan bo'lsa, 10 ta bo'layotgan bo'lsa, o'sha 200 million bo'ladi, shundaymi? Bu viloyat bo'yicha oladigan bo'lsak, bu raqamlar katta ko'rinishga olib ketadi-da. Bu aqlan bila turib byudjet pulni sovurish bo'lib qolmaydimi? Yo'q, to'g'ri byudjet, lekin o'sha bo'shatgan xodimlarni yana qayta ishga tiklanib kelishi boshqarmalarga ham boshqacha ta'sir qilmaydimi? Demak, kollektivni unqitga demak, qarang, u buyruqni noto'g'ri chiqarganda qanday? Pisand qilmay qo'yadi ertaga. Albatta, u obro'sizlanib qolmaydimi? Masalan, baribir biz ularni boshqarma deb boshqacha hurmat qilamiz, to'g'rimi? U bizning rahbarimiz. Endi hamma sudda tiklanib kelaversa, u kishilarni men o'ylashimcha baribir haligi oldimda mehr qolmaydi-da. Mehr nima deydi? Ruschasiga avtoritet deylar, o'zbekchasiga nima edi u? Alasiga ham avtoritet desam bo'ladi. Obro'yiga ozgina balay putur yetib qolmaydimi unda? Bu yerda kadr bor, bu yerda o'zini mutaxassis yuristlar bor, o'qish kerak, o'shani o'rganish kerak, mehnat qonunchiligi bor, konstitutsiya bor. Men qiziga qog'oz hamma narsa yozilgan, yozilgan o'sha. Qilmaydi. O'qimay qilib o'tiribdi-da. Bilmadim, balki o'tirgan mutaxassis joyiga oladi. O'sha balki mutaxassislarning xatosi tufayli boshqarma boshlig'iga ham dog' tushib qolar. Masalan, meni bitta xodimimning xatosi meni avtoritetimga yomon ta'sir qilishi mumkin.
balki Yo'ldoshev juda ham yaxshi kadrdir, mehribon ustozdir. Hali men u kishi bilan hech qachon bunday birga kelib gaplashib ko'rmaganman, lekin orqa ortdan u kishini hurmat qilaman. Rahbar sifatida, masalan, shuncha katta viloyat Samarqand juda ham o'zini salohiyati bor. Shunday joyda boshqarib turgan odamga bu yuristini yoki kadrini noto'g'ri chiqargan buyrug'i bu kishini ham menimcha obro'yiga putur yetkazishi mumkin. Qay putur yetkazmasa ham boshqarma deganda boshliq tushiladi. Masalan, 81-maktabgacha ta'lim tashkiloti deganda xodim butun odamlar meni taniydi, meni tushunadi. U yerda pedagog yo'q, psixolog emas. Endi bu meni endi bu meni shaxsiy fikrim-u, lekin u kishi men ham shunday fikrdaman. To'g'rimi? O'sha yerda boshliq bo'lgan odam javobgar shaxs hisoblanadi. Albatta. Albatta. Endi hozir mana eng qizig'i biz kechadan beri ajablanib o'tiribmiz. Bizga ishga tiklanish bo'ldi, 62-bog'chaga. Ishga tiklanmaslik bo'ldi. Endi bu bir xil narsa-ku axir. Nimaga shunday bo'ldi? Tushunarsiz holat. Hay bu 62-bog'cha hozir yana qayta sudga berdi. Endi u kishi ham oxirigacha albatta bu yerda qarangda men menga endi qolganlar uchun ayta olmayman. Shaxsan men o'zim uchun aytsam, agar meni opa mana sizni vaqtingiz keldi, sizni mana astagina pensiyaga deb kuzatamiz. Hurmat bilan, gullar bilan kelib, jamoani oldida obro'sizlantirmasdan hammani ham kuzatganda hammamiz ham inson-ku. Yo noto'g'ri gapiryapman. Xursand bo'lib. Ha, hozir masalan hamma joyda imkoniyat bor. Men o'zimda yaxshi mutaxassis deb hisoblayman. Pedagogika, psixologiya bo'yicha Samarqand davlat universitetida dars berganman. Pedagogika, psixologiyadan Meditsina institutida dars berganman. Chet tillar instituti, pedagogika, psixologiya bo'yicha men mutaxassisman. Hozir masalan institutlar bular olmasa ham частныйlarga meni bemalol ishga qabul qiladi. O'zingiz ochasiz. O'zim ochaman. Menga eng mana shu darajaga oxirigacha borganim sababi obro'sizlantirib ko'chaga otib yuborgandek bo'ldi bizda. Bilasizmi, 4-mayda mehnat shartnomasini bekor qilyapti. Biz 6-kuni ham ishdamiz, bundan xabarimiz yo'q bizda. Endi bir tasavvur qiling, qanaqa holatga tushdik. Yana haligi joyiga ko'rsatib qo'yilibdi, vazifasini bajara salohiyati yetishmaydi debdi. Odam do'stim kulishdami? Salohiyati. Ishlab keldingiz, yetishgan hamma narsa, qoloq bir bog'chani obod qilyapsiz. Ha? O'sha 4 ta guruhli 27 ta bolasi bor bog'chani men 300 dan ortiq bola bilan ta'minladim. O'sha yerda qamrovni ko'paytirdim, 12 ta guruh qildim. O'zimga yarasha o'sha yerdan izzat obro'y orttirdim. Mahalla bor. Endi obro'sizlantirish bo'ldi. U ham mayli. Undan keyingi holatlarda endi ularni biz ishdan ketganimizdan keyingi tekshiruvlar bo'ldi. Biz ishdan ketganimizdan keyingi orqamizdan surishtiruvlar. Buni nima deb tushunish mumkin masalan? Nima deb? Bundan maqsad nima edi? Bilmadim, obro'sizlantirishmidi? Uni kim viloyat qilyaptimi yo shahar qilyapti? Uni shahar qildi. Nima sababdan? Nima sababdan? O'sha meni kamchiliklarimni bilgan ekan. Nima uchun men ish faoliyatida bo'lgan paytimda shu kamchiliklarimni aytmadi? Nima uchun men ketganimdan keyin xodimlarimni o'rtasida seni direktoring mana bunaqa yeb ketgan, mana bunaqa o'zlashtirib ketgan deyapti. Qarang yana, meni eng jahlim chiqqan tomoni boshqarma emas-da, buni shahar aytyapti. Shu shahar. Ha. Chaqiryapti, o'sha meni o'rnimga VB qo'yilgan atam va aytyapti. Menga kalitni bermadi u kishi deyapti. Men bilan hech kim priyomizdachi qilgan yo'q. Priyomizdachi qilgan yo'q. Aslida ishdan ketgan odam bilan tartib qoidasi bor. Mendan pechatni olish kerak, mendan hamma narsani hujjatlari qabul qilib olish kerak, to'g'rimi? O'zi shunday bo'ladi. O'zi shunday. Qonun bor, davlat bor. Bu kishi aytib, men kalitni profsoyuzga berib ketganman, gullarimga suv quyib qo'ydim. Men o'sha qizga taklif qildim. Kalitni berim, yo'q, kerak emas dedi. Buni Zayniddin Nuriddinovga aytayapti. Menga kalitni bermay ketdi desa, 102 qilinglar, 102 qilinglar. Boshqalarning oldida shu gap. Endi men bir tasavvur qiling, bu meni nafsoniyatimga tegdimi? Davlat mulkini, bitta kalit davlatning mulki bo'lib qoldimi? Любой payt kalitni almashtirish mumkin emasmi?
Buzib ochsa bo'ladi. Buzib ochsa bo'ladi. Nima u yerda meni yashirincha sirlik narsam yo'q, boshqa yo'q. Birinchidan priyomizdachi bo'lgan yo'q, boshqa bo'lgan yo'q. Bu yerda ko'pincha juda qattiq nohaqlik bo'ldi. Mana shuni olib chiqing, iltimos sizdan. Buni hamma bilish kerak. Hozir qarang, men ketyapman, meni o'rnimga vaqtincha bajaruvchi qilib, meni direktor o'rinbosarimni tayinlayapti. Direktor o'rinbosarimni tayinlayapti. Aslida direktor o'rinbosarim 2 hafta o'tirmasdan boshqa bir ayolni olib kelib qo'yapti. Psixolog shtatiga qo'yapti. Psixolog shtatiga. U ayol ham shu 85-maktabgacha ta'lim tashkilotida psixolog bo'lib ishlagan ekan, 1 yil ham ishlamagan, o'zi menimcha kadrlarni qo'yayotganda ularning salohiyatiga, ish tajribasiga tayanish kerak har bir rahbar. Masalan, men tarbiyachi olmoqchi bo'lsam, diktant olaman. Diktant olaman. Qani uni savodi qanday? Chunki u poydevorni qo'yadi, o'sha bolaga harfni o'sha tanitadi. O'zi bilmasa u qanday beradi? Menga o'sha qo'yilgan odam 8 yilda 8 ta bog'chada ishlagan. Muqim bir joyda ishlay olmaydigan, rahbarlik umuman salohiyati yo'q, rahbarlik tajribasi yo'q. Odamni qanday qilib shunaqangi 50 dan ortiq kollektivda xodimlar ishlaydi. U yerda ota-ona bor qancha. Bu o'sha direktor sherdi yuzi, Garanoni, Avlononi yuzi bo'lmaydimi axir? Olib kelib qo'yyapti. Bir hafta o'tmasdan 16-sanada VB tayinlayapti psixologda. Aslida o'rinbosar o'tiribdi-ku u yerda. Nimaga endi o'rinbosar? O'rinbosarlik va VBni o'rinbosar. Bu yerda bularni nima qilgani yosh bolasi bor edi. Boshqa tomonlari ham bor, bahonalari bor. 16-kuni qo'yyapti bu qizni. 16-kuni tayinlab ketyapti. Tayinlanishiga sabab kuzatuv kengashining qarorini chiqaryapti. O'sha kuzatuv kengashi aslida masalan menda 12 ta guruh bo'lsa, 12 ta ota-onadan iborat. Ota-onalar taklif qilinmayapti. 3 nafar ota-ona taklif qilinyapti. Ular ham kuzatuv kengashi ro'yxatida yo'q odamlar, uchalasi ham ro'yxatda yo'q. Qolganiga tarbiyachilarimni kirgizyapti, chapakchalayapti, rasmga tushyapti. Kuzatuv kengashi o'tyapti. Qog'ozda nima yozilyapti? Kim qo'l qo'yapti qog'ozga? Kuzatuv masalan men Parmanova bo'lsam, bu kishi qo'l qo'yib ketyapti meni o'rnimga. Bu kishining o'rniga qo'l qo'yib ketyapti. Soxtalashtirish. Mana ko'rsin o'sha davlat, tegishli tashkilotlar o'rganib ko'rsin. Bu holat bitta menda bo'layotgan yo'q. Hozir qaysi bog'chaga? Mana hozir 105-bog'cha. 2 ta nimasi bor. 2 ta o'rinbosari bor. Kategoriyasi bor bitta o'rinbosarining, sertifikati bor. Lekin boshqarmada tanishi bor tarbiyachi va vaqtincha bajaruvchi bo'lyapti. Bu to'g'ri kelmaydi-ku. Qaysi mezonga kelyapti bu? Qaysi 2 ta u yerda o'rinbosar o'tiribdi-yu, tarbiyachi VB direktor bo'lyapti. Qaysi mezonga kelyapti bu? Bu degani tanishi bo'lsa, bilishi bo'lsa, qorovulda ham mudir qilib qo'yish kerak degani bo'lyaptimi hozir? Hozir mana menga kelgan qizim ancha vaqtdan beri vaqtincha ishsiz bo'lib yurgan qiz. Nima uchun shunaqa katta jamoaga tajribasi bor? Men e'tiroz bildirmayman. Hech kimda o'sha tashkilot otasidan meros mulk bo'lib qolib ketmagan. Mengacha ham ishlashgan, mendan keyin ham ishlashadi. Lekin o'sha yerga qo'yayotgan odamni ham sal salohiyatiga qarash kerak edi. Tankasi kuchlidir balki. Tankasi kuchli. Tankasi kuchli. Bo'lmasa bekorga kelmaydi. Bekorga kelmaydi. O'sha 85-bog'chadan kelyapti u kishi. 85-bog'chada birinchi xonimimiz ishlaydi. Men opa bilan birinchi gaplashganimda savol berdimda, bog'changizda nechta anaqa bor edi? 300 qancha 360 ta bola bor. 360 ta bola. Asli bo'lmasa dedim, sizni bog'changizga birinchi kadr qo'yishga nomzod anaqada dedimda, chunki qancha bolani bog'chasi soni ko'p bo'lsa, shuncha u yerga da'vogarlar ko'payaveradi. 2 ta, 3 ta gruppasi borlarga ko'p borgisi ham kelmaydi. Buni sababi nima? Sabab sifatida aytayotganim, boshqarmani yoki olaylik Garona rayonani mana shunaqangi bolasi ko'p joyga o'zini kadrini tiqishiga sabab nima? Nima deb o'ylaysiz? Balki moddiy manfaatdorligi bordir. Balki tanish bilishchiligi bordir. Endi men aynan bir kishini ayblab ayta olmayman.
Men masalan uni ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan tutganim yo'q. Unga hech kimga tuhmat qilmoqchi emasman. Lekin bu asosli savollar, asosli e'tirozlar keltirib chiqaradimi? Nima sababdan masalan, nima sababdan? Aslida o'sha kuzatuv kengashini tekshirib ko'rsangiz ham kuzatuv kengashiga umuman to'g'ri kelmaydi-da. Shu kuzatuv kengashiga Garanoda ishlaydigan xodim kelib ishtirok etishi mumkin emas deyilgan. Nima uchun Garanoni vakili siz masalan yuqorida turuvchi tashkilot bo'lib, meni xodimlarim oldiga kelib, mana deb qarab turganingizdan keyin qo'lini ko'taradi-da, albatta, to'g'rimi? Qo'rqgan uchun. O'sha Garano xodimlarini hozir menda rasmlari ham bor, qaysi bog'chaga borib rasmga tushgan, hattoki videolari ham. Buni odamlardan yashirib bo'lmaydi. Odamlarni hozir onga oshib ketgan. Balki oldinlar yashirish mumkin edi. Hozir hammani ongi rivojlangan, texnika rivojlangan, internet rivojlangan, odamlar o'zini huquqini o'zi biladigan zamonga kelgan hamma. Oldingi davr emas, hamma o'zini huquqini biladi. To'g'rimi? Bitta savol beraman, javob berishga qo'rqmasangiz. Harakat qilaman. 15 yildan ortiq vaqtda ishlayapsiz. Shu vaqt ichida oxirgi yillar Nuriddinov ishlayotgan vaqtda uni shaxsiy biron iltimosi yoki biron xarajatli joyda qatnashgan joyingiz bo'lganmi? Biron narsa bergansizmi yoki biron iltimos kimdir ishga olish degan shaxsiy iltimoslarni qilgansizmi? Endi mana ro'yxatga tushganimda ham asli sababi shunaqa iltimoslar bajarmayman. O'sha Garanoni, boshqani iltimoslarni bajarmayman, bajara olmayman. Bu meni shaxsiy prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Men bu narsani qabul qilmayman. Qabul qila olmayman. Savolim o'sha edi, o'shaning uchun tushib qolgansiz so'rayapman. Albatta, o'shada sovg'a bera olmayman, tabrikka bora olmayman. Boshqa fikr kelmaydi-da, sog' odamning boshiga. To'g'ri. E'tiroz bildiraman, talab qilaman. Menga nimaga mana bu narsa berilmadi? Mana bu narsa ro'yxatda bor ekan deyman. O'sha bu kishi aytgandek qora ro'yxatni boshida men bo'lsam kerak. O'sha zarabchalar bittasi menman. Gulnor opa, bitta savol beraman, qo'rqmasdan aytsangiz yaxshi bo'lardi. So'nggi paytlarda Samarqand shahridagi o'sha mudiralar o'rtasida deydi yoki bog'chada ishlovchilar o'rtasida masalani birinchi xonim hal qiladi degan gaplar yuribdi-da. Va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra sizni bog'changizga ham kelayotgan kadrlarda birinchi xonimni ta'siri bor degan gaplarni eshityapman. O'zi umuman birinchi xonim kim va nega u butun bir tizimni kadrlariga aralashishga katta huquqi bor? Shu savolni men ham o'zimga o'zim berib ko'rdim. Mana shu hozir menga kelgan o'sha yangi rahbar kelgandan keyin men uni xayolimga ham keltirmagan edim. Lekin o'sha atrofda ham endi Xudoga shukr shuncha yildan beri ishlaganmiz. Bizga ham biz taraf dugonalarimiz ham bor, tanishlarimiz ham bor. O'sha qo'ng'iroq qilib sekin aytishdi. Opa, harakat qilmang, kurashmang. Ha, nega kurashmayman? Chunki bu sizga kelgan xodim 85-bog'chadan ketdi. U yerda boshliqning xotini ishlaydi ekan. Boshliqning xotini bu qizga va'da beribdi. Sening uni shu yerga tayinlashingga men yordam beraman degan gaplar bo'libdi degan mazmundagi hali gaplar menga ham yetib keldi. Lekin men masalan u ayolni tanimayman. Aralashganmi, aralashmagan bilmayman, lekin bu shubhami? Lekin o'sha yerdagi xodim keldi-ku. O'sha yerdagi xodim dalil isbot bo'lyapti-ku. Dalil isbot. Endi masalan har bir so'roqning orqasidan javob kelgandan keyin boshimga shu javob ham keldi, o'zi to'g'ri. Men ishtixondanman debdi. Haqiqatan masalan boshlig'imiz ham ishtixondan. Bir sababi bordir, balki tanishdir, balki to'y marakada ko'rishib qolgandir, balki xotini bilan gashtak o'ynaydigan dugonasidir. Endi u yog'ini bilmayman men. Uni yog'ini bilmayman. Faqat o'sha gapni eshitganingizdan keyin sizga 85-yil. Ha, xuddi shunday kelyapti. Boshqa joyga borganlar ham kimnidir tanishi, kimnidir qarindoshi, aynan ochiq tanlovdan kelgan xodim kam juda ham yo'q desam ham bo'ladi. Unda hozir o'sha sertifikatni kimdir ro'yxatga qo'yib yuborishi, kimdir ro'yxatdan olib qolishi, atalib o'tkazmasligining sababi eski mutaxassislarni chekkaga surib qo'yib, yangi xodimlarga, tanish-bilishlarga yo boshqa bir manfaatlar uchun joy
ochib beryapti deb o'ylashim mumkin-ku. Endi masalan shunday deb Bu bitta o'ylayman. kitob bo'lmayapti-da, 10 ta 15 ta massaviy bo'lyapti-da bu. Bo'lyapti. Nima uchun? Nima uchun shunday bo'lyapti? Bir qiziq holatni aytib beraman-da. Yaqinda shu Tayloq tumanida menejerlik sertifikatiga o'qib kelgan. Opamiz murojaat qildi. Faqat o'rganishga to'g'risi vaqt bo'lmadi. Bitta narsaga e'tibor qaratdi. Menejerlik sertifikatiga o'qib kelgandan keyin u qaysidir tashkilotda mudira bo'lishga majburmi, majbur emasmi degan savol tug'ildi. Bu bir. Chunki bir necha bor masalan rayonaga, Avlonoga murojaat qilgan, hali ham boyagi jarayon orqaga surilib ketyapti. Endi savolim shundayki, xo'p, menejerlik sertifikatiga o'qib keldingiz. Siz amaldagi mudira sifatida olib keldingiz, lekin nomzod sifatida olib kelganlar ish bilan ta'minlanishi bu majburiymi yo shunchaki nomzodmi? Agar shunchaki nomzod bo'layotgan bo'lsa, nega amaldagi ishlab turgan sizga o'xshagan boshqa mudiralarni ham yuqorida aytganday asossiz, endi mana bu suddan keyin aytgan asossiz ishdan bo'shatyapti. Endi masalan ko'plar boryapti, ko'p yoshlar o'zi qiziqib boryapti. O'sha bilimini, tajribasini oshirish uchun boryapti. Keyin uni aynan kimdir tayinlamaydi. Bu ochiq tanlovga o'z nomzodini qo'yish kerak. O'sha nomzodi qo'yilgandan keyin masalan deylikki 10-bog'chaga nomzodini qo'ydimi, 10-bog'chadan olib borib uni o'sha viloyat boshqarmasidagi mutaxassis olib borish kerak ekan. Shahar miqyosida o'sha viloyat kadri olib borib tanishtirish kerak ota-onalarga, u o'zini boyagi 5 yillik rejasini tuzish kerak. Masalan, men direktor bo'lsam, bog'chani mana bunday ko'tarmoqchiman, mana bunaqa yutuqlarga erishmoqchiman, men qo'shimcha guruhlar ochmoqchiman degan mazmunda o'zini tanishtirish kerak. O'sha kuzatuv kengashini agar xulosasini ola olgandan keyin viloyatga borib direktorlar kengashidan o'tish kerak. Uni hozirgi kunda o'zidan o'zi kimdir tayinlay olmaydi. Lekin shu direktorlar kengashiga borgandagilar ham har xil gap so'zlarga bo'layapti-da, o'sha jarayon ham o'sha shaffof bo'layaptimikan degan savollar ham kelyapti-da. O'zi umuman direktorlar kengashi degan narsa kerakmi? Uni men bilmadim lekin uni. Siz hayotiy tajribaga egasiz. Mana oddiy o'sha sizni bog'changizda kengashda qilgan ishni ham aytdingiz, to'xtalasiz. Umuman direktorlar kengashi degan narsa kerakmi? Bu bir. Ikkinchisi, direktorlar kengashidagi direktorlar, mudiralar ishi shu darajadalik a'lomi? Ha, masalan, o'sha kengashdagi direktor ishi menikidan zo'r bo'lmasligi ham mumkin. Men o'zimni shaxsiy fikrimda aytmoqchiman. O'sha direktorlikka nomzod odam shu bog'chani kir-chikirini bilish uchun eng pastdan boshlab kelish kerak. Masalan, men 86-yilda oddiy bog'chada enagalikdan boshlaganman-da. Oddiy enagalikdan boshlab kelganman. Bog'chani tizimi qanday ekanligi masalan men bilaman. Bu sertifikat olib, tomdan tarashaday tushganday haligi soxta kuzatuv kengashi-yu tanish bilish qilib direktorlar kengashidan o'tqizuv bu bir kishini olib kelib qo'yish menimcha nohaqlik deb o'ylayman. O'sha direktorlikka erishish uchun u ma'lum bir bosqichni bosib o'tish kerak. O'sha enaga ham bo'lish kerak, kezi kelganda garshok ham ishlash kerak, yosh bola bilan ham ishlash, ovutish ham kerak, ota-ona bilan ishlashni ham bilish kerak, jamoatchilik bilan ham ishlashni bilish kerak, tarbiyachi bo'lish kerak, pedagog u tajriba yildan yilga bo'ladi u. Hozir masalan, to'g'ri yoshlarga imkoniyat berish kerak, lekin hozir masalan bitta menda qo'yilgan qizni mamda holatiga qarasam, unda hali bilim, tajriba yetarli emas. Bitta menda emas, qolganlarda ham xuddi shunday holat. Bitta kollektiv parokanda bo'lib ketgan. Hozir mana jamoada muhit yaxshi emas. Jamoada bo'linish, undan tashqari nohaqliklar bo'lyapti. Hozir men hamma narsani ochsam bu tizim prokuraturagacha borib taqalishi mumkin. Yo'q, bemalol ochiyorum chunki qachondir to'xtash kerak bu ahmoqchilik. Hozir sizni o'rningizga kelib g'o'ba qilib turgan nechta yana o'zini tanishini olib kelgan enagarlik boshqa anolarga, joylarga ishchi almashtirish. Hozir mana
16-kuni qo'yilyapti. 16-kuni qo'yilyapti. Mayda. Iyunda. Iyunda. Men 4-mayda bo'shatgan bo'lsam, o'rnimga VB direktor bo'lib o'sha o'rinbosarim o'tirdi. Bu qiz bir hafta oldin olib kelib psixolog deb tanishtirilyapti. Psixolog deb tanishtirilyapti-yu, 16-kuni birdaniga VB qilib qo'yilyapti. Hozir Yosh nechida uzr? 93-yil. 93-yil masalan muqom bir joyda ishlamagan, hali hayotiy tajribasi yo'q, shaxsiy tajribasi yo'qni, u hali u hayotda nima desam, dushmanchilik nimaligini bilmaydi, yiqilish nimaligini bilmaydi, turish nimaligini bilmaydi. Boyagi qanday desam, o'zingdan yuqoridagilarga fikringni o'tkaza olish nimaligini bilmaydi. Senga bosim bo'lganda o'zingni qanday tutish kerakligini u bilmaydi. U chunki u yosh hali. U hali hayotida hech narsa ko'rmagan. Lekin hozir kelgandan birinchi boshlagan ishi kasaba uyushma raisini ishdan bo'shatyapti. Aslida uni vakolatiga kirmaydi u. Kasaba uyushma raisi shahar kasabasi tomonidan xodimlarning roziligi bilan qo'l ko'tarilib 5 yilga saylangan. U xodimani saylanganiga hali 1 yil bo'lgan, fevral oyida. Eng asosiysi u xodima mehnat ta'tilida o'tiribdi. Ta'tildagi odamni kasabadan bo'shatyapti. Buni hozir sababini aytaman sizlarga. Endi bu kim bu qizni o'zining xayoliga bunaqa fikr kelmagan. Bu kimnidir fikri bilan bo'lyapti-da bu ishlar. Endi o'sha yerda masalan men u qiz haqida yomon demoqchi emasman. Men u qizni tanimayman. Shaxsiyat haqida gaplashmayapmiz, u xodim haqida gaplashamiz. Rahbar, men u haqimda bilmayman, lekin men haqimda u qizni masalan men uni onasi qatori ayolmanda, berayotgan ta'riflari, fikrlari men Zayn aka bilan gaplashib qo'yganman, kutmanglar. Yozda Qorboboni kutmanglar. Menga Qorbobo deb ta'rif bergan. Kafolatlanganmi joy? Kafolatlangan. Kimga ishonyapti u qiz? Nimaga ishonyapti? O'zi aytib o'tiribdi-ku, Zayn aka bilan gaplashib qo'yganman. Gaplashib qo'yganman deb xodimlarni ichida aytayapti. O'sha viloyatni Sobir aka bilan gaplashib qo'yganman deyapti. Men u xodimlar bilan 15 yildan beri ishlaganman. Aytmaydi deysizmi? U endi mana shu gaplarni meni ruhiyatimga qancha ta'sir qildi deb o'ylaysiz? Qanday qilib? Keyin yana kimlarni almashtirishga ulgurdi? Endi bu hali almashtirdi, qorovullarni bo'shatdi. Endi har bir tashkilotda har 3 oyda moddiy rag'batlantirish bo'ladi. O'sha moddiy rag'batlantirishga to'g'ri keldi bu qizim endi. 16-kuni kelyapti, 30-kuni bular moddiy rag'batlantirishni bo'lishyapti. Endi qarang, rag'batlantirish butun ham ajoyib u. Alisa ertaklar mamlakatda degan nima bo'lardi? U qiz menimcha ertakka keldim deb o'yladi, menimcha. Ha, ertakka keldim deb ko'rgan odam albatta, ertakka keldim deb o'ylayapti. 3 oylik sen faoliyat yuritmagansan. Qanday haqqing bor olishga uni? Yo'q, sizni 3 oy oldingi holatingizda 14 kun bo'lgan odam qanday biladi? Bu kishining faoliyatini qanday biladi? To'g'rimi, noto'g'rimi? Bu kishi mukofot pulini taqsimlayaptilar. Mukofot pulini taqsimlayotganda eng kulgili joyi, endi men shu paytgacha ko'rdim, har xil odamlar, har xil rahbarlar ko'rdim. Bunchalik shoshqaloq odamni ko'rmadim. 50 ga yaqin xodim bo'lsa, 50 ga yaqin xodimda hammasiga mukofot puli nima berilmayapti. Sababini bilmayman. Mukofot pulidan tushib qolyapti. Keyin boyagi u qizga yetib borgan xabarlar bo'yicha o'sha men ishlagan davrimda men bilan yaxshi bo'lgan xodimlarga mukofot puli 500 mingdan yozilyapti. Aslida ular tajribali, ko'p yillardan beri ishlaydi, 500 mingdan berilyapti. Yanvar oyini oxirida kelgan musiqa rahbariga hali uni birinchi marotaba mukofot puli olishi, u yoshgina kelinchak, hech narsani bilmaydi, tushunmaydi. 3 million 200 ming mukofot puli yozilyapti. Jismoniy tarbiya yo'riqchisiga hali 6 oy bo'lgani yo'q, kelganiga 3 million 200 ming mukofot puli yozilyapti. Xuddi shunday 8 kishiga o'zini o'sha yangi kelgan VB qizni tarafini olgan 8 kishiga 3 million 300 million 200 mingdan mukofot puli yozilyapti. Buni vedimiz tasdiqlab turibdi. Masalan, men unga choq qazmoqchi emasman, tuhmat qilmoqchi emasman. Lekin bu nimaga? Nima uchun? U yerda hozir kasaba uyushmani
bayonnomasi bo'lishi kerak. Biza masalan qilgan bo'lsak, buxgalter o'tkazmasdi-da o'sha. Men bo'lmaganman, o'sha kasaba raisi bo'lgan o'sha pulda. O'sha bo'lgan. Qanday qilib sen 3 million 300 3 million 200 pul yozyapsan, o'zi kelganiga 3 kun bo'lgan bo'lsa? Yo'q, o'tib ketyapti o'sha narsa. O'tib ketyapti. Sizda savol tug'iladimi? Qanchasi qayerga boradi degan savol tug'iladi. Qanchasi qayerga yetib borganligi yetib kelgan menga. Yetib kelgan-ku endi, chunki xodimlar uni aytib bo'lishdi-ku. Aytib bo'lishdi, qanchasi direktorga ketdi, qanchasi o'rinbosarga ketdi. Uni men tuhmat qilmoqchi emasman. Tepaga ham borganmi? Endi unisini bilmayman-da endi. Yo'q, tepaga oldin borgan bo'lsa kerak, hozir o'sha joyni yopish kerak. Ha, mana siz to'g'ri fikr aytyapsiz. Anosini bilaylik, ozmasan 3 million olgan odam qanchasini o'ziga olib qo'ygan, qanchasini bergan qaytarib. 1 milliondan o'zlaringga qolsin degan. 2,5 million 2 million 2 million 200 shunaqangi deyilgan. Endi bu qarang, bu qanchalik odam jasoratli. Motor bo'yinga ketyapti. Men shuncha yil sertifikat topshirishga boramiz. Yo'q, men shuncha yil ishlamman-ku, qarang, Farhod aka. Men shuncha yil ishlamman-ku. Meni qo'limdan shuncha o'tib ketgan-ku oxiri. Mukofot pul olgansiz. Deyman. Shuncha pul. Yo'q, yo'lini bilmabman-da o'shani. Qarang-da, yo'lini bilmabman. Bolalarni farzandlari tarbiya qilish bo'lganda, yeyish bo'lmagan. Allohga shukr. Yeyish bo'lganda o'shadan kelib o'rgatib ketardi. Xudoni oldida ham, bandani oldida ham yuzim yorug', ukajon. Shunday bo'lsin. Men masalan hozir 57 ga kirayotgan bo'lsam, 55 yoshimgacha ikkita nevaram, kelinim bilan ikki xonali domda turganman. Xudoga shukr, birovning haqini yemaganman, birovning ko'ziga cho'p ham suqmaganman. Yeganimda bunchalik bo'lmasdi. Bunday xor bo'lmasdim balki. 55 yoshimda men shaxsiy uyga ega bo'ldim. Bo'lgan, Xudoga shukr, ikki xonali uyda, lekin o'sha nevaram, ikkita nevaram, kelinim, o'g'lim bilan ikki xona uyda yashaganman. Bilmagan ekanman mukofot puldan qilsam, shuncha yildan beri bilmasam nimalar qilishim mumkin edi. Keling, masalani yana bitta bir pog'ona yuqoriroq tomoniga to'xtalaylik. Hozirgi tartib bo'yicha maktab direktori yoki bog'cha mudiralarini ishdan olish va ishga qo'yish vakolati faqatgina oblonadan. Shunday. Hozir sizni boshingizdan o'tayotgan voqealarga oblonani qay darajada ta'siri bor va ta'sir bo'lgan bo'lsa his qildingizmi? Oblonani ta'siri qanchalikda ekanligini endi hozir bila olmayman, lekin oblona o'sha meni qilgan murojaatlarimga umuman e'tibor bermadi. Masalan, men ham o'sha kishilar xodimiman, to'g'rimi? Birinchidan xodimiman, ikkinchidan o'sha shaxsman men ham. Hech bo'lmasa bir varaq xat o'qib ko'rish mumkin edi-ku. Men mana shu masalani mart oyidan beri ko'taryapman, mart oyidan beri. Lekin nimagadir arizalarim o'z-o'zidan yo'qoldi. Hattoki men yozgan arizalarimga javob ola olmadim. O'sha yerda men nafaqat monitoringni yozdim. O'sha nima uchun bog'chalarga ajratilayotgan prezidentimiz tarafidan, davlat tomonidan ajratilayotgan o'sha narsalarni nima uchun yetib kelmayotganligini uni 14 ta punkt qilib yozganman. Nafaqat men, biz 4 kishi murojaat qildik. Lekin o'sha vajlarimiz o'rganilganday qilib ko'rsatildi-yu, lekin natija bo'lmadi. Demoqchisiz-ku, tepaga yoziladi, quyiga kelib tushadi, yopiladi, jim bo'ladi. Bu yoqda o'sha eski sostav. Yana ustidan yozilayotgan tashkilotning o'ziga o'sha ariza keladi. Keyin o'zini xohishiga qarab bu narsa yopiladi. Men respublika miqyosida o'sha Saida Mirziyoyevaga ham murojaat qildim. Chunki men nohaqlikka chiday olmadim. Demak, opa, samimiy suhbatingiz uchun kattakon rahmat va qo'rqmasdan podkastiga birinchilardan bo'lib rozilik berganingiz uchun sizga rahmat aytamiz va o'ylaymizki, nafaqat bugungi suhbatdosh, keyingi ko'rsatuvlarimizda mutaxassis sifatida, ekspert sifatida ishtirok etasiz degan umiddamiz. Ishlaringizga rivoj va o'ylaymizki, sizni dardingizni eshitib, sizni ichingizda tirnayotgan masalalarni qo'rqmasdan bizga aytganingiz va xudo xolasa qo'rqmasdan biz o'shani muxlislarga namoyish etish orqali ozgina bo'lsa-da ta'limda o'zgarish bo'lishi, kelajagimiz egalari bo'layotgan
ota-onasidan ko'ra ko'proq bog'chada 10 soatlab, 8 soatlab qolayotgan farzandlarimizni tarbiyasi uchun birgalikda yaxshi ijobiy ishlar qilishga harakat qilamiz. Barcha bizni ko'rib turgan ijtimoiy tarmoq xodimlariga, tomoshabinlarga o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat hammaga. Rahmat sizlarga ham suhbatga taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Bu muammolar balki ommaga olib chiqilsa, balki o'sha tizimda ijobiy o'zgarishlar bo'lib qolar. O'sha ijobiy agar o'zgarishlarga men ham ozgina miqdorda hissamni qo'shgan bo'lsam, balki Allohdan bir yaxshi tomonlar kelib qolar menga ham. Meni niyatim biron kishini nomini yomon qilish yoki kimgadir choq qazish emas. O'sha ta'limda bo'layotgan nohaqliklar, ta'limda bo'layotgan xatoliklar deymizmi, o'shalarni balki oldi olinar, shularga bir boshqacha fikr bildirilar, balki jamoatchilik fikrdan keyin o'sha ta'limdagi o'zgarishlar ijobiy tomonga o'zgarar. Shuning uchun men sizlar suhbatlaringizga rozilik bildirdim. Rahmat sizlarga. Rahmat uchun. Rahmat.